Ushbu ko'rib turgan san'at asarida 1983-yilda Florens shahrida parfyumer va kimyogar Paulo Vranyes tomonidan o'ylab topilgan Dr. Vranyes mahsulotlari yuqori sifatli efir yog'lar asosida yaratilgan. Aromatlar esa haqiqiy murakkab kompozitsiyalar. Har bir hid makonga o'ziga xos kayfiyat, uslub va daraja beradi. Haqiqatdan ham hidlari juda ham zo'r. Butun dunyoga tantilgan lineykalardan bittasi mana shu Rosso nomer hisoblanadi. Qolganlari ham hidi o'zgacha. Va bundan tashqari Dr. Vranyes mahsuloti dunyoning eng zo'r brendlaridan topoviy hisoblanadi va shuni men aynan sizlarga tavsiya qilaman. Xonadonlar, ofislar, restoran, butiklar uchun eng zo'r tanlov. Ulgurib qolinglar.